Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon barakavlar obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri Ishxlarkent mahallasi, ya'ni Qaychilar massifiga tashrif buyurdik. Orqamdagi domga e'tibor bermaysizlar. Bugun mutlaqo dom emas, sizlarga aynan 2 sotixlik kottej ham emas, sizlarga 4 sotix tayyor tagidagi biznesi bor joyda tavsiya qilamiz. Ya'ni umumiy maydoni 4 sotixga barpo qilingan. Tagida mana magazinchalari bilan birga mana bismillah kiraverasizlar. Katta kengash bitta magazin, do'kon qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda sklad, ya'ni ichkariga, hovliga o'tib ketadigan nimasi bor. Bu yerda bitta xona qilib olsa bo'ladi o'zi asli. Mana bu yerdan yopib xona qilib olsa bo'ladi. Lekin mana bu yer do'kon sifatida foydalansalaring bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan plitalar bilan ko'tarilgan 2 qavatdan iborat binomiz sotuvda. Mana bu yerda ham yana bitta mana keyin magazin. Xohlang bu yerda sartaroshxona qilib qo'ying, xohlang zapchast magazin qilib qo'ying, xohlang produkt magazin qilib qo'ying. Xullas kalom, nimaga pulingiz yetsa o'shani qilib tashlang. Faqat qiling, hoji aka qiling deydi. Ana bu yerda ham xonamiz bor, endi buni ko'rsatib o'tirishyapmiz. Bu ham bitta magazin. 2 sotixlik kottejlar. Mana bu yerda 2 qavatdan iborat domlar, maktab oldida bog'cha bor, aholi punkti. Mana bu yerda 2 sotix kottej, 4 etajga domlar. Xullas aholi ko'p. Sizga faqat daromad manbai xohlasalaringiz, agar imoratga, ya'ni uyimizga, 2-qavatga chiqadigan mana bu yerdan zina ham qilib qo'yganmiz. Agar xohlovchilar bo'lsa. Nima degan joy, darvozaxonasi yo'qmi bu uyni proyekt qanaqa qilingan deganlar uchun yo'q, shoshilmanglar. Darvozaxonamiz ham, keng kichkina darvozaxonamiz ham bor. Ya'ni kelasiz, bemalol bitta avtomobil sig'adigan, aytib o'tgandek, agrot qismimizga bitta chiroyligini stechka burchatga terib qo'yib, bu yoqda mana hojatxonasi bor. Plus mana bu yerda yana bitta xona bor ekan. Xohlasalaringiz buni ham misol uchun qanaqadir biznes sohasiga ishlatsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam o'zlaringiz uy holatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Xullas, bizlarda xonalar bisyor. Pastki agrotlarni ham zakonniy tozalatib qo'yapti. Shu sizlarga qulaylik sifatida. Endi tepangi xonalarimizni bir boshdan bismillah deb ko'rib chiqamiz. Birinchi kiraverishda oshxonaga tashrif buyurganda mana oshxona katta kengash, remontlari ideal qilingan. Tashqariga qaragan romga ega oshxona mana zo'r. Mana sanuzellargacha tayyor holatda ko'rsat. Xohlasangiz sanuzeli bor. Hojatxonasi setiyor ekan. Hojatxona. Mana bu yer endi qulf ekan, faqat malyarka holatda turibdi, bitta detiska bor edi. Bu faqat malyarka holatda turibdi. Bergan aboy-paboy qilib olib, kirib anoqsa bo'ladi dedi. Mana bu yer ham bitta yotoqxona dedi aka dedi. Mana tashqariga qaragan romga ega bitta yotoqxona. Remontlari yaxshi, chiroyli, zamonaviy. To'kilib qolmagan. Kimga tayyor uy, tayyor biznes birdan ikkalasi baravariga kerak deydigan bo'lsangiz, mana bemalol katta mana xona, kengash, mehmonxona, 30 kishini bemalol sig'diradi. Remontlari zo'r, chotki. Yaxshi, bunaqangi. Boyagi xarob ahvoldagi uy emas. Hamma ideal zo'r qilingan mana aboylar. Men balki parda-mardalar ham qolishi mumkindir. Unisini bilmaymiz. Gaplashasizlar. Mana katta bitta spalni, ya'ni yotoqxona. Uyimizda narx-navosi qanaqa deydiganlar uchun lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri, Ishxlarkent mahallasi, ya'ni o'sha xalq tili bilan aytganda Qaychilar massifi 4 etajga domni orqa tomoni, ya'ni 2 sotixlik kottejlar bilan o'rtalig'ida joylashgan. Do'loplar ko'chasi bilan kirib kelsalaringiz ham bo'ladi. Do'lop doktor ko'chasi bilan, ya'ni kafolat to'yxonasidan o'tganingizda 4 etajga dom ichkarisi bilan kirsangiz, bu tomonda 2 etajga domlar, maktab, yana 2 sotix, 4 sotix kottejlar. Narx-navomiz hujjati 100% toza, gaz, svet, suvdan muammosi yo'q joy. Narx-navosi umumiy kelishilgan holatdagi, ya'ni o'tib beriladigan joy bor albatta deyapti. Endi obshiga 100 ming deyapmiz aka dedi. Lekin o'tib beriladigan joy bor albatta dedi. Faqat imoratni o'zida mana tepadagi uyda hisob emas, qimmat deyishga shoshilmanglar. Ya'ni o'sha pastida ham tayyor holatda, ya'ni o'sha xohlasangiz magazin, xohlasangiz o'yinga, xohlasangiz shu birorta bir kompyuterxonami yo boshqa narsani ochib qo'ysangiz ham mana shu qaychilarliklar ko'pi kelib turib shu joydan foydalanadi. O'shaning uchun bemalol pastda nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilinglar, lokatsiyasiga olib ko'rsatamiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, 100 o'tib beriladigan joy bor yana deyapti. Ishtixon barakali uylardan kelsa, qaychilik musofirda yurgan akalarimiz, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tayyor biznes bilan joy kerak deydiganlar uchun 4 sotixlik kottejdan o'lsa o'liga ortiq sizga bonusiga 4 ta magazini bilan qo'shib berib yubordilar.